Xo'p, hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuzumizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun 21-chislo. Xo'p, katta time frame bo'yicha bozor reaksiya oldi anaqasidan, insight'idan, ya'ni insight va EG qurilishi bu 15 time frame'da hech narsa yo'q bo'ldi. 11 time frame'ga o'tkazadigan bo'lsak, 11 time frame'da ham o'tda hech narsa shakllanmagan. Bozor prosta reaksiya oldi xolos. Endi katta time frame'ni nazar tashlaymiz. Katta time frame'da bozor уже haylarni yecha olmayapti, e'tibor beringlar. Hay yechildi, hay qolib ketdi. Yana bunda ham qolib ketdi mana. Endi katta ehtimol bilan bozor pastga oqarishi ham mumkin. Pastga oqarishi mumkin. Ya'ni mana bu zona reaksiya beradigan zona hisoblanadi. Mana bu. Qolgan zonalari, ya'ni buni buzsa bo'ldi. Bu buziladi, bu buziladi. Mana bu joyda reaksiya bo'lish ehtimoli bor, lekin bu ham buziluvchi zona. Mana bu joyda ham reaksiya mumkin, lekin bu ham buziladigan zonaga aylangan. Ya'ni mana shu minimumgacha narx buzilishi, ya'ni narxning kelish ehtimoli yuqori bo'lib boraveradi. H1 time frame'da qaraydigan bo'lsak, H1 time frame'da bozor birinchi bo'lib o'zini minimumini yechdi. Endi anaqaga oladigan bo'lsak, ya'ni olib turamiz. Qaranglar. Mana bu yerda Tokyo sessiya bor edi. Bozor Tokyo sessiyani yechib, mana Tokyo sessiyani yechib, pastki bitta zonaga urib, zonadan ketgan. Xuddi shu ssenariyni kutish ehtimolimiz bor. Ya'ni bizda mana shu sessiya bor. Ya'ni bu yerda ham insight holatida ham kelgan, ya'ni bu liquid, ya'ni bu sessiya kuchli bo'lish ehtimoli yuqoriroq bo'lib boradi. Endi agar narx hozir bu yerda H1 bilan bitta struktura buzib qilib bermasa, ya'ni bizga bitta struktura bermasa, narx katta ehtimol bilan pastga oqib ketishi, ya'ni yuqori bo'ladi. Пока что bizda sessiyani o'chirib turaman. Пока что bizda zona bo'yicha mana bu yerda low yechildi. Qaranglar, low yechildi. Bu joyda ham yechildi. Ya'ni общий struktura va ichki strukturasida bozor как положено yechyapti. Endi bozor short long bo'yicha ham mana bu short bo'ladi. Ya'ni short long holati bo'yicha ham bozor mana ishlab ketdi. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin, mana bu joyda bozor nimaga prosta ketib qoldi degan bo'lsalar, bu yerda prosta ketmadi. H1 strukturasi bo'yicha ham, M15 strukturasi bo'yicha ham mana narx short long, ya'ni impulse break va narx orqaga kelishi va bu joyda M1 time frame'da как положено break и confirmation holati bo'lgan. Mana ko'rsatib beraman hozir. Qaranglar. Bozor kelyapti, M1 da zonaga uryapti, zonada har bitta low'ni yechyapti. Low yechgandan keyin bizga aytaylik qanaqadir korobka zona yoki aytaylik inside zona kerak bo'ladi. Bozor mana inside zonaga keldi, o'zinikiga EG berdi. Mana EG berdi, EG dan kontrol oldi, inside yo'nalish berdi, harakat boshlandi. Endi yana low yechildi, inside EG berdi. Mana inside EG berdi. Inside EG bergandan keyin yana bitta bizga nima kerak? Buzilish kerak. Ko'rib turganlaridek bizda buzilish va buning ichida EG, sweep и так далее. Mana bu joyda уже mana
o'zini reaksiyasini olib, sekin-sekin, ya'ni buzilishlardan keyin bozor kontrol bo'yicha harakat qilishni boshlagan. Bu narsani kimdir ko'ra oladi, kimdir ko'ra olmaydi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, bozor prosta ketavergani yo'q. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin, oddiy impulsdan ketaverdi-ku, например, mana prosta impulsda bu yerda hech narsa yo'q mana. Hech nima yo'q. To'g'ri, mana bu joyda gap bor edi. Kimdirlar gapga keldi deyishi mumkin, boshqa, lekin H1 holatida qaraydigan bo'lsak, H1 holatida mana hech narsa yo'q. Impuls break. Va bu joydagi short lonni ishlash ehtimoli ko'rsanglar bo'ladi. $60 harakat amalga oshirilgan. Endi narx tepaga chiqish ehtimoli bormi? Bor. Qachonki narx zonaga kelib turib, bitta reaksiya bilan chiqib oladigan bo'lsa, keyin mana shu zonalarga kirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Bizda mana bu zona break bo'lgan bilan, agar bu joyda bizda RBS, ya'ni market strukturani buzilishi va zona berish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan mana bu zona bizda buziladigan zona, ya'ni bu bozorni orqaga qaytaradigan zona emas. Shu narsa esingizda tursin. Narx bu joyi prosta buzib ketdi. Prosta kelib, ozgincha harakat qilib va buzib ketish ehtimoli yuqori, yoki-da shu zonani pramoy buzib o'tib ketadi. Ya'ni shu narsalarga tayyor bo'linglar. Pozitsiyalarni iloji bo'lsa ehtiyotkorona ushlashga harakat qilinglar. Mana bu holatlarda ham ehtiyot bo'linglar. Qaranglar. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bittada tashlab yuborgan, yurgan bittada otib yuborgan, yurgan bittada tashlab yuborgan, yurgan bittada otgan, bittada tashlagan. Shunaqa vaziyatga tushib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar. Shuning uchun har bitta zonani to'g'ri kontrol qilishga va to'g'ri tartib bilan olib ketishga harakat qilinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.